Hammaga assalomu alaykum nominal obunachilari. Bizning Silver potogimizga start boshlandi. Yozilmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar, hammasini informatsiyasini olinglar. Hozir ketdik biz o'quvchilarimizdan so'raymiz rezultatlarini. Xumayn, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savdolar qanday ketyapti? Savdolar bo'ladi, yaxshi. Hozir mana birinchi ochgan anaqamiz, do'konimiz hozircha plyusda, unaqa katta bo'lmasa ham plyusda. Общий qanaqa? Plyusdamisiz, minusdamisiz? Общий hozir XM o'tgan oy $30 anaqa bergan, $30 bonus bergan. O'shanda bir tiyin yonimdan qilmay, mana 781 bo'ldi. 781 общий o'zini yechib tashlaganimda $781 bo'ldi. Общий yechib olganimiz, сделкалар endi xatolar ham bo'ldi, foydalar ham bo'ldi. Men bitta qilgan xatoim stop losssiz ishlaganim sababli katta zararli ko'proq. Tak umumiy o'zim yonimda $300 pulim qoldi. O'sha XM $30 dan. Tak yonimdan bir tiyin pul ishlatganim yo'q. Zo'r rezultatlar. 2 hafta oxirgi 2 haftalik rezultatda. Nima gap? Savdolar qanday ketyapti? Yaxshi ancha. Общий plus, minus nima bo'ldi bugun? U kishi hozircha minusdami? Tak, hozircha minusda. Xudo xolasa praktikaga kelib, уже ishlashni boshladik. O'zimizdan ustida ishlaymiz. Bo'ldi, gap yo'q. Qandaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qanday ketyapti savdolar? Shukr, yaxshi. Общий plusda, minusda? Plusga asosi. Plus. Maqsad nima? Maqsad yil oxirigacha bitta YouTube. Zo'r aka, maqsadingizga qarab intiling. Savdolar qanday ketyapti? Yaxshi, yomon emas. Общий qanaqa? Plus, minus? Общийda plusda. Общийda plusda ko'rsatib bera olasizmi? Shotlaringizda nimalar ishlayapsiz, to'g'risida analizlarni. Hozircha tildan analiz qilyapmiz. Tak. Mana tillarda pozitsiya ochilgan, buy pozitsiyasi. Demo bo'lgan. Yo'q, bo'ldi ya. Ko'rsatingiz bo'ladi. Tak. Hozircha kichkina minusdamiz. $100 shotdan $111 qo'yganmiz. Zo'r. Ну, plus minus tutamiz. Конечно. Bizning o'quvchilarimiz hozircha rezultat qilyapti. Kimlardir minusda, biz bu narsani yashirmaymiz, kimlardir plusda. Hammasini biz ochiq oydin shaffof ko'rsatib berishga tayyormiz. Kelinglar, o'qinglar Silver potogimizda rezultatga erishinglar.